Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tavsiya bor. Rasululloh aytadilarki, Arafa kunini ro'zasi men umid qilamanki, o'zidan avvalgi 1 yil va o'zidan keyingi 1 yillik gunohlarining kechirilishiga sabab bo'ladi deb aytganlar. Yana bir gap borki, kim hayit kechasini tiriltirsa, ya'ni Arafa kuni ro'za tutdi, undan keyin hayitgacha bo'lgan kechani ibodat bilan o'tkazdi. Kim hayit kunini tiriltirsa, hamma qalblar o'lganda ham uni qalbi o'lmaydi degan gap bor. Birodarlar, shu kunlarda hammalaringizga yaxshi go'zal ibodatlar Alloh taolo nasib etishini so'rab qolamiz. Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, Alloh taolo qabul qilsin.